Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, Proktolog o'z kanalining doimiy obunachilari, yangi qo'shilgan obunachilarimiz, umuman bizni uzoqdan yaqindan kuzatib boradigan, demak, qadrdonlar. Bugun sizlarning e'tiboringizga gemoroy kasalligini asoratlari haqida gaplashmoqchiman. Gemoroy kasalligining asoratlari juda ko'p. Deylik, birinchisi bu qon ketish. Gemoroy tugundan qon ketib qolish. Asorat nima degani? Ya'ni bir kasallik bor organizmda. U kasallik organizmda rivojlanib borish natijasida o'zidan belgilar ko'rsatadi. Asoratlanib qoladi. Осложнение deydi, asorat berish mumkin. Masalan, o'sha gemoroy haqida gapiradigan bo'lsak, gemoroyning asorati bu demak qon ketish birinchi navbatda. Ikkinchisi tugunlarni demak tushishi, ya'ni prolaps deydi, tugunlarning tashqariga chiqib qolish, qisilib qolishi. Uchinchisi va eng ko'p uchrab turadigan turlardan biri bu tromboz, ya'ni gemoroidal tugunlarning o'tkir trombozi. Tromboz degani bu laxta qon, oddiy qilib aytadigan bo'lsak. Masalan, ko'pchiligimiz biladi, masalan, kim oddiy tushuntirish uchun aytaman. Masalan, burnimiz qonasa, burnimizni tepaga ushlab turib bosib tursak, ma'lum bir vaqtdan keyin burunni o'sha qonagan joyi qon laxta bo'lib qotib qoladi, to'g'rimi? Xuddi o'sha narsa gemoroidal tugunlarda ham qon laxta bo'lib qotib qoladi. O'sha narsani otini tromboz deyiladi. Va undan tashqari aynan o'sha tromboz tugunlarining yiringlashishi, ya'ni abses hosil qilishi, undan tashqari parapraktit yoki shunga o'xshagan yiringlik kasalliklarning vujudga kelishi, tugunlarning nekrozlanishi, nekroz degani to'qima, o'sha o'lishi, oddiy qilib aytganda. Va shunga o'xshagan bir qator ko'pgina asoratlari bor. Bugun sizlarni ixtiyorlaringga aynan tromboz haqida ma'lumot bermoqchiman. Ya'ni nimaga? Chunki biz oldingi videolarimizda, masalan, gemoroy haqida gapirgan videolarimizda juda ko'p savollar kelgan. Tromboz nima? Tromboz haqida ma'lumot bering, uni qanaqa davolash usullari bor deb juda ko'p so'rashgan. O'sha fikrlarni inobatga olgan holda bugun tromboz haqida ma'lumot bermoqchiman. Demak, tromboz nima? Tromboz bu bilamizki, gemoroy tugunlar ichki, tashqi ba'zan aralash turi bor, ichkari, tashqari birga qo'shilib keladi. Aynan o'sha ichkari, tashqari yoki aralash turdagi gemoroy tugunlarda venoz qonning aylanishini buzilish natijasida qon bir joyga turib qoladi. O'zi odatda qon kelish kerak, ketish kerak, kelish kerak, ketish kerak edi. Lekin qon bir joyga turib qolgan natijasida u yerda tromb, ya'ni laxta qon hosil bo'ladi. Aynan shu narsani tromboz deyiladi. Oddiy tilda tushuntirganda shunaqa tushunish mumkin. Uning demak qanaqa turlari bor? Ya'ni masalan, anatomik deydi, o'sha organ bo'yicha joylashi sohasi bo'yicha demak quyidagi turlar farqlanadi. Birinchi ichki gemoroy tugunlardan hosil bo'lgan tromboz, ya'ni tugun ichkarida joylashgan, o'sha joyda qon turib qoldi va qotib qoldi. Tashqi bo'lishi mumkin va ko'p miqdorda odatda tashqi bo'ladi, ko'pincha tashqarida hosil bo'lgan tromb, ba'zan aralash turi, o'sha demak tashqi ichki qo'shilib kelganda ichkari va tashqarida hosil bo'lgan tromb. Bu birinchi turi. Ikkinchi klassifikatsiyasi bo'yicha aytish mumkin, bu tromblarning demak klinik belgilariga qarab farqlanadi. Birinchi bosqichda tromboz bo'ladi. Trombozda og'riq, shish, lekin yallig'lanish belgilarsiz. Ikkinchi bosqichda demak yallig'lanish belgilari qo'shiladi. Tugunlar qizaradi, terishadi. Uchinchi bosqichga kelib demak tugunlar nekrozga aylanishi mumkin, atrofida demak yiring to'plab qolishi mumkin. Aynan bu klinik jihatdan demak klassifikatsiyasi deyiladi. O'zi savol paydo bo'lishi mumkin, qanaqa klinik belgilar, ya'ni bemorda nima jalba, nima shikoyatlar paydo bo'ladi? Trombozda demak shikoyatlar quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda demak anus atrofida, ya'ni teshik atrofida shishcha paydo bo'lib qoladi. Shishcha no'xat kattaligida bo'lishi mumkin, undan ham kattaroq bo'lishi mumkin. Ba'zan sirkullarning hamma joyda shishgan tugun paydo bo'lib qoladi. Ba'zan ichkarida paydo bo'lib qolishi mumkin. Mana bu shishgan tuguncha buni ushlab ko'rganda demak qattiq bo'ladi. Rangi siyoh rang, qizargan yoki ko'kargan holatda bo'lishi mumkin, ba'zan qoraygan holatda ham bo'lishi mumkin. Teginib ko'rganda og'riqli, og'riqlar ayniqsa hojat mahalida o'tirganda bildirib turadi, kuchayib boradi. Farqli, misol uchun yana bir belgisi kun davomida og'riq paydo bo'ladi. Bemorda kun davomida demak og'riq paydo bo'ladi. Ba'zan kam miqdorda qonash ham vujudga kelishi mumkin. Bu demak trombozning klinik belgisi, ya'ni bemor shunga jalba qiladi. Bundan tashqari kasallik to'satdan paydo bo'ladi. To'satdan bemorda kuchli og'riq, boya bir soat oldin yaxshi edi, to'satdan bemorda og'riq paydo bo'ladi. Kuchli og'riq paydo bo'ladi. Og'riqlar boya aytgandek tinimsiz kun davomida va holsizlantiruvchi bo'lishi mumkin. Ba'zan chidab bo'lmagan darajada qichishish, shishlar vujudga keladi. Tashxis nimadan iborat? Ya'ni qanaqa tashxislanadi? Tashxis degani kasallikka aniq diagnoz qo'yish. Diagnoz qo'yishda albatta mutaxassis, proktolog, agar topilmasa xirurg qo'yadi. Bunda eng yaxshi birinchi navbatda ko'z yordamida, ya'ni vizualniy ko'rish yordamida demak tugunlar
ko'riladi va tromboz haqida shubha paydo bo'ladi. Ikkinchi navbatda demak rektal tekshiruv, ya'ni barmoq yordamida ichki trombozlarni ko'rish uchun demak to'g'richakka kirib ko'riladi. Bunda ham tugun og'riqli, qizargan holatda bo'lishi mumkin. Agar diagnoz noaniq bo'lsa, anaskopiya deydi. O'sha maxsus instrument yordamida, anaskop yordamida to'g'richakka kirib borib, to'g'richakning ichki holatini demak baholab chiqiladi, tromboz bor yoki yo'qligini aniqlash uchun. Davolash usullari. Davolash usullari demak darajasiga qarab. Agar tromboz birinchi yoki ikkinchi bosqichda bo'ladigan bo'lsa, bunda konservativ, ya'ni medikamentoz davolash mumkin. Nima dorilar bilan davolanadi? Dorilarni demak umumiy sinflarni aytadigan bo'lsak, birinchi navbatda biz venotoniklar beramiz. Venotoniklar bu flibotrop dori vositalari hisoblanadi, ya'ni venoz tomirlarning tonusini oshiradigan dorilar. Ikkinchisi yallanishga qarshi dorilar, ya'ni MPVSlar deyiladi bu guruhda dorilarimiz. Uchinchi guruhimiz bu demak trombga qarshi, ya'ni trombni erituvchi mahalliy mazlar yoki sevichalar bo'lishi mumkin. Va yana bir yaxshi tavsiya demak bemorlarda sovuq kompressorlar, vannichkalar, masalan ramashkali yoki marganzovkali suvga demak o'tirib vannichkalar qilish tavsiya beriladi. Bu ham ancha bemorning holatini yengillashtirish uchun demak samarali usul hisoblanadi. Agar bosqich 3-bosqichga o'tib ketib qolgan bo'lsa, 3 yoki 4-daraja tromboz rivojlangan bo'lsa, bemorga tavsiya qilinadi xirurgik usulda shu kasallikdan qutulish. Xirurgik usulda kasallikdan qutulishda demak bir necha darajalari bor, usullari bor aniqroq aytganda. Birinchi usuli bu demak trombozektomiya. Trombozektomiya degani ya'ni shu tromboz, ya'ni tromboz, ektomiya olib tashlayman, yo'qotaman degan ma'noni bildiradi. Ya'ni o'sha atrofda hosil bo'lgan tugunchaning ustiga kichkina kolcha bilan, nina bilan ukol qilinadi, muzlatiladi, aniqrog'i anesteziya deydi biz. Muzlatilgan tugun ustidan yarim santimetrlik kesma va tromb laxtaqon tashqariga chiqarib yuboriladi. Taxminan muolajaning davomiyligi 5-10 daqiqa vaqt olishi mumkin. Yara tikilmaydi, ochiq qoldiriladi. Bemorning sog'ayib ketishiga o'rtacha 5-7 kun demak vaqt bilan sog'ayib ketadi. Endi o'sha vaqt davomida demak yara pervaska qilib boriladi, boshqa ehtiyot choralar ko'rib boriladi. Ikkinchisi bu gemoroektomiya. Agar tugun juda katta bo'ladigan bo'lsa, ya'ni sirkullar hamma joy tarqagan bo'lsa va tashqi gemoroy tugunlarni birga qo'shilib kelgan bo'lsa, bunda bemorga tavsiya qilinadi birdaniga demak gemoroy tugunlarini qo'shib olib tashlash tavsiya qilinadi. Va bu katta operatsiya albatta. Uchinchisi demak zamonaviy usuli lazer yordamida trombni eritish, sog'lom to'qimadan shu trombni ajratish hisoblanadi. Bu kam shikast yetkazadigan zamonaviy usul hisoblanadi. Umuman olganda demak o'sha kichik jarrohlik operatsiyadan keyin bemorga tavsiya beriladi o'rtacha 5-7 kun davomida demak pokoy rejim. Pokoy rejim degani faqat yotish degani emas, harakat qilib yuradi. Endi masalan imkon qadar mehnatdan uzoqroq turadi. Bundan tashqari ichda yumshoqroq ushlab turish tavsiya beriladi bemorga va parhez albatta demak ko'katlar, ko'proq suyuqlik, kletchatkaga boy mahsulotlarni iste'mol qilish tavsiya qilib boriladi. Bemorga uzoq o'tirmaslik tavsiya qilinadi, og'riq ko'tarmaslik, turib ishlamaslik tavsiya qilinadi. Agar jarrohlik amaliyotga oshirilgan bo'lsa, ya'ni shu yara kesilgan, tromb olib tashlangan bo'lsa, jarohatni demak doimiy ravishda pervaska qilish, ya'ni parvarish qilib borish tavsiya beriladi. Bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Masalan, oldimizga keladi bemor. Oddiy soch klinik vaziyat, har kunlik yoki tez-tez uchrab turadigan vaziyat aytmoqchiman-da. Bemor oldimizga keladi. Bemorga ko'ramiz, diagnoz qilamiz, sizda tromboz paydo bo'libdi. Xo'p, bemor sama-saboy so'raydi, doktor nima qilish kerak? Biz aytamizki, xo'p, ikki xil usuli bor. Birinchi usuli, demak, medikamentoz bilan davolab ko'rsa bo'ladi. Ikkinchi usuli, agar tezroq qutulaman desangiz, o'sha kichkina trombozektomiyani amalga oshiramiz deymiz. Eng ishonchlisi, xavfsizi va tez, oson qutulish usuli bu trombozektomiya. Ya'ni o'sha kichkina shishkani ustida ukol qilinadi, tugun olib tashlanadi, bemor o'sha yerda turib 5-10 daqiqadan keyin bemor o'zini ish holatiga qaytib ishini davom ettirib ketaveradi. Har kun pervaska qilib turadi, 5-7 kun davomida sekin yara o'zi yopilib ketadi. Agar bemorda qanaqadir imkoniyat bo'lmasligi mumkin, ba'zi bemorlar, masalan, kimdir qo'rqishi mumkin, kimdir shuni ham operatsiya qiladimi deb masalan ishonmasligi mumkin. Mana bunaqa holatlarda bemorga dori-darmon yozib beramiz, medikamentoz lecheniya yozib beramiz va bemorni oqlantiramiz. Oldimizda ikki xil natija bo'lishi mumkin. Birinchi natija, tugun mana bu dorilar ta'sirida so'rilishi mumkin. So'rilib ketadi, yengilroq qutulasiz. O'rtacha 10-14 kun davomida. Ikkinchi kutilayotgan va ko'proq ehtimolligi bor holat bu tugun so'rilmaydi, joyida qoladi, buni atrofi yiringlashi, abses paydo bo'lishi va natijada parapraktik kasallikka aylanib ketish ehtimolligi bor deb ogohlantiramiz. Nega? Chunki masalan oddiy tushuntiraman. Masalan, qo'lingizga bir tikon yoki qanaqadir zarabcha kirib qolsa, u organizm uchun yot narsa, to'g'rimi? Uni organizm doim harakat qiladi, tashqariga chiqarib yuborishga.
Chunki u infeksiya atrofiga yallig'lanish chaqiradi, natijada to'qima zararlanadi. Organizmga bezovta bo'ladi, qo'pol qilib aytganda. Uni atrof yiringlab, demak shu tukonni tashqariga chiqarishga harakat qiladi. Tromb ham xuddi shunaqa, organizm uchun yot narsa. U turib qoldimi, uni organizm doim harakat qiladi tashqariga haydab yuborishga. Tashqariga haydab yuborishga harakat qilib, atrof to'qimasi yallig'lanishi mumkin. Uni trombni eritaman deb ko'p miqdorda qon hujayralari, masalan, leykositlar, boshqa qon hujayralari keladi, uni eritaman deb lizis deydi, liz qilaman deb to'qimani erita olmasdan, ya'ni shu trombni erita olmasdan aniqrog'i atrofda yallig'lanish paydo bo'lishi mumkin. Agar xudo ko'rsin atrofda yallig'lanish belgilari paydo bo'ladigan bo'lsa, oddiy kichkina tromboz kasalligi parapraktit kasallikka aylanib ketib qolishi mumkin. Parapraktit haqida, misol uchun nima bu parapraktit deydigan savollar paydo bo'ladigan bo'lsa, biz oldingi videolarimizda bu haqida to'liq ma'lumot berganmiz. Bir oldingi videolarga o'tib ko'rsangiz, parapraktit nima, u qanaqa kasallik, uni qanaqa bir asoratlari bor haqida to'liq demak ma'lumot olishingiz mumkin. Umuman olganda parapraktit yomon kasallik. Mana shu kichkina muammo deb butun bir boshli katta operatsiyaga aylanib ketib qolishi mumkin proses. Shuning uchun bemorlarga imkon qadar tavakkal qilmaslik uchun, sog'liq bu tavakkal qiladigan narsa emas. Tavakkal qilmaslik uchun bemorga aytamizki, tinchgina, demak, trombozektomiya qilaylik, olib tashlaylik, muammodan qutulasiz yoki gemoroyda bir yo'la olib tashlash tavsiya beriladi. O'shanda, demak, ishonchli usulda qutulgan bo'lishi mumkin. Albatta, sizda yoki sizning yaqinlaringizda mana shunaqa klinik belgilar paydo bo'ladigan bo'lsa, bunday holatda bemor zudlik bilan, favqulodda vaziyat deyiladi bunday vaziyatlarda, zudlik bilan vrach proktologga yoki hech bo'lmaganda xirurgga murojaat qilishingiz kerak. Umuman olganda mutaxassisga murojaat qilganingiz yaxshiroq. Sababki, masalan, xirurg ko'rishi mumkinda sizda tromboz holatini gemoroy deb o'ylab, masalan, sizga gemoroy operatsiyasi tavsiya qilishi mumkin. Masalan, oddiy sodda tilda tushuntiraman. Endi masalan, deylik gemoroy operatsiyasi uchun masalan xirurg ko'rdida, ha 5-6 million pul ketar ekan operatsiya uchun deyish mumkin. Aslida sizda tromboz u 5-6 millionlik operatsiya emas, qo'pol qo'yganda ishingiz 500 ming 1 million bilan bitadigan operatsiya bo'lishi mumkin. Endi buni farqlash uchun albatta mutaxassis kerak. Yoki tugun kichkina yoki birinchi, ikkinchi bosqichlarda bo'ladigan bo'lsa, balki uni operatsiya qilish ham shart emasdir. Uni konservativ lechina bilan davolashga balki imkoniyati bordir. Albatta buni farqlash, buni to'nki demak qanaqadir nyuanslarni bilish mutaxassis, proktolog sizga hal qilib beradi. Shuning uchun azizlar, sizda mana shunaqa klinik belgilar, qanaqadir to'satdan og'riqlar, shish, tugullar paydo bo'lib qoldimi, unda zudlik bilan mutaxassisga ko'rinish kerak va birinchi yordamni, to'g'ri tavsiyalarni olish kerak. Keyinchalik yomon asoratlarga borib qolmaslik uchun. Sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim qisqasi shundan iborat edi. O'ylaymanki, to'liqroq ma'lumot berishga harakat qildim. Nimadirlar esimdan chiqib qolgan bo'lsa, keyingi ko'rsatuvlarda sizlarga ma'lumot yetkazib boraman. Albatta, fikr, mulohazalar bemalol bizga yozilayotgan demak kommentariya, fikrlarni biz imkon qadar 99.9% hollarda javob qaytaramiz. Chunki bilamizki, bizni videolarimiz ko'rayotgan har bitta demak tomoshabin shunchaki hazilga olib yoki zerikkandan ko'rmaydi yoki kommentariy yozmaydi. Demak, qanaqadir dardi bor yoki o'zini yoki yaqinni yoki bolasini, umuman ota-onasini bo'lishi mumkin, qiynalib bir davo izlab, shunga bir qanaqadir shifo topish maqsadida video ko'rishi mumkin. O'shanaqa narsani his qilgan holda bizga yoziladigan kommentariyalarni albatta har bittasiga e'tibor bilan imkon qadar to'g'ri, demak, xolis, qoniqarli ravishda javob berishga harakat qilamiz. Shuning uchun fikr, mulohazalar bo'lgan bo'lsa, marhamat bizga yozishingiz mumkin. Ko'ramiz, o'qiymiz, sizga kerakli tavsiyalar berishimiz mumkin. Albatta, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlab turing. Videomizga demak yoqqan bo'lsa, like tugmasini ayamang. Qanaqadir tanishlaringizga bo'ladigan bo'lsa, videoni podelitsiya qilishingiz ham mumkin. Balki ularga bu video manfaatli bo'lishi mumkin. Azizlar, o'zingiz ehtiyot qiling. Sog'liq albatta buyuk ne'mat, uni qadriga yetish kerak, vaqtida qadriga yetish kerak. U narsani yo'qotib qo'ygandan keyin insonga juda qimmatga tushishi mumkin, agar o'sha pul bilan qaytarib olish imkoni bo'lsa. Bo'lmasa, insonni hayotini, demak, sifatini, hayotini, demak, mazmunini yo'qotib qolishi mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Sizga qanaqa yana videolar qiziqroq, qaysi videolarda, demak, qaysi mavzularda video olishimiz qiziqroq, buni ham demak kommentariyada qoldirishingiz mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling azizlar, yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Yaxshi yerda ko'rishaylik. Salomat bo'linglar.